Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz qiladigan ishlarimizdan biri Noki bog'imizga bir shu ko'rinishdagi bor elementini sepamiz. Bu yaxshi gullash uchun va meva yaxshi hosilga kirish uchun sepiladi. Qachon sepiladi, qanday sepiladi, buni hozir tushuntirib o'taman. Mana shu 1 kilolik bor elementimizni turganlaringdek 1000 kvadratga 1 kilo ishlatiladi. Yerlar haydalgan bo'lishi kerak. Undan keyin havo 0 darajadan pastga tushib ketmasligi kerak. Ya'ni ikkinchi oy o'rtalarida sepish tavsiya etiladi. Ya'ni buni ko'pgina emas, ozginadan daraxt tagiga emas, shu daraxt o'rtalariga ozginadan sepish tavsiya etiladi. Uchun biz 10 kilo ishlatamiz. Shu holatda bo'ladi. Ya'ni shu ozgina olib sepib ketaveramiz.